Assalomu alaykum qadrli yoshlar. Men Iminov Sherdor, Farg'onalik Tursunali Hoji polvonni nabirasi bo'laman, 3-avlod, kasbim dorbozlik. Men bu kasbimga 2 yoshimdan beri kirganman. 2 yoshimdan beri davraga kirganman. 4 yoshimdan balanddorga ko'tarilganman. 20 yildan oshibdi mana shu kasbni qilayotganimga. Bitta so'z bilan aytganda, kasbni men tanlamaganman, kasb meni tanlagan. Shu kasbimiz orqasidan bormagan joyimiz qolmadi. Ko'p viloyatlar, ko'p joylar, masalan, boshqa davlatlarga ham bordik. Qozog'iston deymizmi, Tojikiston deymizmi, hamma joylarga borib o'zimizni san'atimizni, milliyligimizni ko'rsatib kelyapmiz. Ko'p joyda ishqiboz bo'lishadi, dorvozga ixloslari baland bo'ladi. Meni ham farzandimning yuragi shunaqa baquvvat bo'lsin deb duolar olib ketishadi. Yokida meni ham farzandim polvon bo'lsin, baquvvat bo'lsin, tosh ko'tarsin deb ixloslari juda kuchli bo'ladi bizga nisbatan. Har bir kasbda mashaqqat bo'lgandek, bizning kasbimizda ham mashaqqati bor albatta. Bu dor balandlikka chiqqandan keyin bir qavat tros. Ko'p mashaqqatlar bo'ldi, ko'p yiqilishlar, sinishlar deylik, jarohat olishlar. Shularga qaramasdan o'zimiz milliyligimizni, san'atimizni xaloyiqqa taqdim etib kelyapmiz. Yilda 365 kun bo'lsa, mana shu 365 kun tinim bilmasdan xalq xizmatida bo'lgan kunlarimiz ham bo'lgan, albatta, to'xtovsiz. Bizning ishda to'xtaydigan sanamiz yo'q. Xohlagan paytimiz to'xtab qolishimiz mumkin, xohlagan paytimiz davom ettirishimiz mumkin. Asosan qish kunlari dam olamiz, to'g'ri. Masalan, boshqa qiziqishlarimiz ham bor bizni bu kasbimizdan tashqari. Futbolga qiziqaman, futbol o'ynab turaman o'rtoqlarim bilan. Aktyorlikka ko'p qiziqaman. 15 yoshimdan shogirdlar olishni boshlaganman. O'zi 15 yoshimdan o'zim ham shogird bo'lganman. Lekin hali odamlarda ixlosi bo'lgani uchun shogirdga oling o'g'lim yoki nabiramni shogirdga oling deganlarda yo'q deb qaytarib yuborsak bo'lmaydi. Albatta o'zini qiziqishi bo'lsa, harakati bo'lsa shogirdlikka olamiz. Hozirgi paytda 10 dan ortiq shogirdim bor, Xudoga shukr. Bir xilgisi polvon, bir xilgisi dorboz, bir xilgisi fokusnik, bir xilgisi akrobat. Qo'ldan kelganicha bu hunarimizni o'rgatib, to'g'ri yo'naltirishni bilib kelyapmiz. Hozirgi paytda eng kichkina shogirdimiz 3 yosh, 4 yosh atrofida. Hech qachon afsuslanmayman. Bu hunarga meni olib kirishganiga, bizni 1400 yillik tarixga ega kasbimiz dorvozlik, milliyligimizni yuqoriga ko'tarayotganimdan men xursandman, nihoyatda xursandman. Berardim yoshlarimizga, kelajak yoshlarimizga to'xtab qolish kerak emas, faqat oldiga intilish kerak. Oldiga intilgan insongina yuqoriga chiqadi. To'xtab qolgan inson to'xtab qoladi joyida. Yoshlarimizga doimo oldiga intilishni maslahat beramiz.